Hammaga assalomu alaykum. Bugun DLC o'ynaymiz. Mana hozirgina Alison Beckerni sotib oldim o'rtoqlar. Tomog'im bog'ladi, shunga past gapiryapman. Video qo'ygandan keyin balandlashtirib qo'yaman. Balandlashtirsa bo'ladi, montaj qilib. Bilasizlar, CapCutdan. DLC akkauntim mana bilaman, anchadan beri video olmadim. Buni bilaman. Chunki men kasal edim. Keyin video olishga vaqt bo'lmadi. Shular. Mana hozirgina ko'nglimni ishlatib qo'ydim. Men hozir bugun ochgan tushirganlarim mana Alison Becker, keyin bilganlar biladi. O'tgan videoga olmagandim, uni hali qo'ymaganman. Alison Becker bilan Okafor. Buni tekin pak berdi. Mana bu Alisonni, mana buni diskard qilib yuboraylik. Ishlamayapti yaxshi. Mana bu legendarini ochgandim. Mana shundan Alison tushib qoldi va oldim Alison Beckerni. Keyin Okafor mana bu o'rtadagidan tushdi. Tekin berilgandi bu menga. Shundan tushdi. Keyin yana menga bugun De Paul tushdi. Bu esa bunisidan. Bundan emas. De Paul bundan tushdi. Alison ham shuni legendary bunisidan tushgan Alison. De Paul bundan tushdi. Va oldida bitta 70'li o'yinchini olmadim. Mana tarkibim. Bu yerda Zappakosta bor ekan, buni ham pul yig'ib, tangalar yig'ib olsa bo'ladi. Endi biza live o'ynaymiz. Go. Hozir kirsanglar, sizlar ham live bossanglar yoki friend match o'ynaymiz. Bizdan tashlab qo'yaylik birodanga. Xafa bo'lib qolmasinlar. Xafa bo'lib arashib ketdim. Xafa bo'lib qolmasinlar. Biz ham qo'lchani tashlab qo'yaylik. Qanaqasiga o'yinni boshda? Mayli. Xavfli teparkan ishtirofni o'zovdan. Men o'zovdan tepolmayman. Xato va Alison Becker. Alison хорошо, да, o'zi хорошо. Birga bir Alison. Seflarni ko'rasizlarmi? Alison Becker sila deb yozsanglar, video qo'ygandan keyin kommentariyaga men ham javob yozaman va xursand bo'laman. Alison sila deb yozinglar yoki Alison Becker. Yo'q. Bruno menga kulgu tashlab qo'yaptimi? Ko'ramiz. Menda ishlamayapti. Ko'rsanglar bilasizlar. Nimalar bo'lyapti? Shunda ham Alison qaytardi-ya. Yaxshi Alison. Zo'r. Jakas yig'ilib tushyapti-ku. Simulyatsiya ekan. Endi aniq sal qoldi. Omadim kelmayapti-da, bor-ku. O'yin offside bu.
va Griezmann. Ur! Masu, vamos. Yaxshi. Hozir biz ham ikkinchi gol ursak tashab qo'yamiz stiker. Birinchi gol bo'lmaydi hali. Ikkinchi gol urib qo'ysa bizga birinchi golni nishonlaganmiz. O'rtoqlar. Shtanka bo'ldi. Shtanka bo'lsa yo'qmaydi-da mana shunaqa. Shtraf endi. Shtraf qani? Dalasa ham meni yomon ko'radi, ya. FIFA yomon ko'rardi. FIFA deyishga o'rganib qolganman. FK Mobile. FK ham, FIFA ham meni yomon ko'rardi. Dalasa ham yomon ko'rdi shtankani berib. 6 minut bo'lib ketibdi o'zi. Nimaga bu? O'rtoqlar, jahlim chiqayapti-da. Gol urib kelamizmi, davay. Bu qo'pol o'ynar ekanda shunga. Vinicius. To'xtaylar. Zashitning rostdan kerak bo'lar ekan. Zashitning o'yna bo'lmas ekan. Himoyachi. Keyin tezlik kuchliroq buni yo'q qilamiz va bo'ldi. O'zi vaqt ham tugagan ekan. Yana 7 minut bo'ldi. Uzun video qiyin kelmaydi o'zi. Mana shu YouTube'da stream qilsam mayli. Yaxshi stream. Grooms editda stream bo'lmaydi-yu, lekin ikkinchi kanalimda Groomsdagi haqida stream qilaman. O'yinlar bilan. Oddiy shortsda anchadan beri video qo'yilmayapti. Groomsda ham ikkalasi bitta odamga tegishli. Shuning uchun yo'q. Jahlim chiqayapti o'zi meni. Yo'qmayapti. Mana faqat men yugurganda bu podkast tasharkan bo'ldi. Boshqa narsa bo'lmas ekan. Mana. Orqamdan yana podkast tashadi. Gapim o'zi normalni eshitilyaptimi? Yoki balandroq gapiring sal. Mana o'rtoqlar. Hisob 3-2. 63-daqiqa. Bosmayapti endi. Darvozabon Donnarumma ekan. Donnarumma deb yozdi-da. Nima qilyapti? Yaxshi. Yaxshi emas, Alisson bor ekan. Necha marta seflar qildi. Joylari hunga iya. Kunga. Linda iya hunda iya. Kunga. Qo'shiqlar aytib kelgandim, bir tim bo'ldi. Vinicius, davay! 3-3. Ma. Bizga nima qilayotgandi mashinani? Aziyani gol uramiz. Chunki hisob tenglashdi. O'zi gol ursak yutamiz. Bu bratanchikka. Va o'zi mana comeback o'rtoqlar, comeback. Hisob 4-3. Videoga olinmay qoldi ozginasi. Avtogol emas, mana Vini Junior, hat-trick, Griezmann bitta.
Yaxshi. Bu yutqizdik. Qanaqasiga 10 bal? Ochkolarni qaranglar. Maki 3 ta gol, bitta assist qilgan, 9-5 olgan. Bunda faqat 3 ta gol 10 bal. Nimaga? Mayli, farqi yo'q. O'rtoqlar, bugungi video shundan iborat edi. Jamoamni ko'rsatdim. Hammaga xayr. Bo'pti, hammaga xayr.